Bugungi raqamlashtirish davrida yoshlarning intellektual salohiyati nafaqat egallagan bilimlari, balki mantiqiy tafakkuri, mustaqil va ijodiy fikrlashi bilan ham belgilanadi. Shu bois ta'lim tizimi mutaxassislari oldida zamonaviy fikrlovchi, innovatsion yondashuvga ega bo'lgan pedagog kadrlarni tayyorlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida belgilangan vazifalar tahliliga bag'ishlangan sayyor kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi mazmuni, pedagogik ta'limni raqamlashtirish, talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish hamda innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish masalalariga bag'ishlandi. Yig'ilish doirasida yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellektning pedagogik ta'limga ta'siri, professor o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari hamda talabalarning akademik ko'rsatkichlari, universitetning gumanitar fanlar fakulteti faoliyati misolida tahlil qilindi. Asosan bugungi zamonaviy davrda ta'lim muhitini yangilash va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlarni yanada rivojlantirish va uni ijrosini ta'minlashga qaratilgan asosiy tadbir hisoblanadi va bugungi ko'rsatilayotgan ko'rgazmalardan asosiy maqsad bugungi o'qib kelayotgan talabalarni zamonga va bugungi yangi texnologiyalarga rivojlanishga mos darajada kelajak o'qituvchisini barpo etishga qaratilgan ko'rgazmalar hisoblanadi. Bu stendlarimizdan, ko'rgazmalarimizdan talabalar nafaqat o'quv dasturlari bilan tanishadi, balki ularni ijodiy fikrlashlari uchun, kelajakda xalqaro o'qituvchi darajasiga chiqishligi uchun bu ko'rsatma sifatida xizmat qiladi. Kafedralarda tashkil etilgan ko'rgazmalarda talabalar ijodiy fikrlash, strategiyalarni amaliyotda qo'llash, IT va texnologik vositalar yordamida darslik materiallarini yaratish, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning etik jihatlarini tahlil qilish bo'yicha o'z ishlanmalarini namoyish etdilar. Tarbiya masalasida, ilm masalasida, tadbirkorlik masalasida ham yoshlarga bilim berish va professor o'qituvchilarimiz o'zlarining tadbirkorlik ishlarini yo'lga qo'yishni bilib oldik. Mana hozirgida shu kelajak o'qituvchisi va 3-o'qituvchi loyihalari ustida ishlangan ishlari va qilingan ishlarning natijasi bilan tanishyapmiz. Mana bu yerda kelajak o'qituvchisi bu hali yuqorida aytgan xislatlarga ega va shu bilan birga eng asosiysi talabani ham tadbirkorlik mutaxassisga aylantirishdir. Professor o'qituvchilar va talabalar ishtirokidagi ochiq muloqotlar kelajak o'qituvchisining asosiy kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qildi. Ayniqsa 4+2 tizimi asosida ta'lim olayotgan talabalar uchun bu tadbir o'z g'oyalarini ochiq himoya qilish, tanqidiy fikrlash va ijodiy ishonchini mustahkamlashda muhim amaliy tajriba bo'ldi. Umuman olganda, mazkur sayyor kengash yig'ilishi 21-asr ta'limi uchun zarur bo'lgan kreativlik, innovatsiya va hamkorlik muhitining amaliy ifodasiga aylandi.